Assalomu alaykum. Hurmatli yurtdoshlar, vatandoshlar. Yaxshimisizlar, tuzukmisizlar, sog'misizlar, salomatmisizlar? Bugun biz yana bir kletka so'di, shuni ham izohlab tashab qo'yaylik deb. Bu kletkamiz nimaga bo'ldi? Tagida tovuqlar uchun tevada qush boqqani qildik. Uzunligini 1,5 metr, eni 75. Shunday qilib bo'lib ikkiga tayyorladik. Atrofi fanerdan bitdi, hamma yo'q, xudo xolasa. Baquvvat zo'r chiqdi. Mana hozir mani uyasi bu. Qushlarimiz uyasi. İchiga mana ginazniy solganmiz ana bitta. Shoxni qo'ydigan daraxti. Shunaqa qilib. Zakas bo'lib qolib shuni tayyorladik. Qiziqqanlarga. Endi tagiga buni, tag qismi tovuqlar uchun. 7-8 ta tovuq bemalol yuraveradi. Mana atroflari ham faner qo'ygan. Baquvvat, ya'ni yomg'ir sachinga chidaveradi demoqchiman. Narxchi deganga narxi 700 ming so'm so'raganlarga. Manzilimiz o'sha Farg'ona viloyatida, Yazvonda, Toshqo'rg'on Shaboda bo'lsak 93 536 06 31 telefon raqamimiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.